Biz Moskvaga birga safar qilganmiz. Chechenistonda Kunta hoji nomidagi jomia ochilgan paytida Hazrat olib ketganlar. Qur'on o'qib berasiz deb olib ketganlar. Bir kunmi, 2 kun Moskvada qoldik. Keyin u yoqqa uchdik. Samolyotga yurishimizdan 2 soat, 3 soat burun vaqt bor ekan, nonushtadan keyin xonalarga olib kirib ketdilar, yuring deb. U kishi xonalarda alohida edilar, biz boshqa xonada edik. Sherigim u yoqqa ketdi, men taqsir bilan kirdim. O'shanda bir 2 soat, 3 soat xos suhbat bo'lgan. Ko'p mavzularni gapirganlar. Shunda o'zlari aytgan gaplardan bittasi, "Necha soat uxlaysiz?" dedilar menga. Ko'rdingizmi, toliblarning shunday o'zining talabasi bilan shunday shug'ullanish kerak. O'qib savol emas, yo'q. Necha soat uxlaysiz? Uyqusigacha so'rab qo'yish kerak ekanda. Necha soat uxlaysiz dedilar. 7 soat dedim. Sen ko'p dedilar. 6 soat yetadi dedilar. Men talabalik paytimdan 10 da uxlab 4 da turaman dedilar. Mana shu yetadi. Qishki kunida dedilar, bomdodgacha ham ancha vaqt bo'ladi. Yozgi kunida bomdoddan boshlab ishlagan bo'lasiz. 10 gacha bir kunlik ish qilasiz deganlar. Men shunday qilaman o'zim, shunday qilman, yoshligimda shunday qilganman dedilar. Shuni buzmagan ekanlar.